Aka yaxshi. Shu qishloqdan bo'lsangiz, Ismat degan uy qayerda bilmaysizmi? Kim? Ismat. Nimaga yama yaxshi odamlar kelib Ismat churrini so'raydi? Bu qishloqda Ismat degan odam yo'q. Tonimayman men Ismatni. Omad Shovdan $40,000 pul yetgandi, shuni bersa kelgan. Kim deding? Qishloqda Ismat churri deykanlar. Nech pul yetdi deding? $40,000. Mank Ismat churri barcha mank Ismat. Ismat degan aniq sizmi xo'p? Ha, o bacham Ismat churri deb chaqiradilar. Ha, Ismat churriman, aldamayman seni bacham, men Ismat churriman. Unda ishondim. Ana bu pul biz sizdan xursand va mamnunmiz. O'yinda yutganingiz uchun tabriklaymiz. Narsalar yig'ishtir. Ko'chamiz bu yerdan. Moshi so'shin ko'rinmaydi. Omad shu deydi, omad shu deydi, albatta. Ha, Nima ish etibsan? omad showdan pul yutandim. Shuni kutib turma, olib kelib berish kerak. Sen yoshmachamisan yo Ismat? Sana aldagan-ku ular. Omad shu senga pul bermaydi. Turket, bu narda kut. Bo'qim yebsan, bo'qim yebsan. Ma'ni alda olmaydi ular. Ma'ni aldiydigan odam olib dunyoda tug'ilmagan. Tushundingmi? Olib ketirib beradi menga. Sen ishing bo'lmasin. Bu narda kut. Hali, nima bo'ldi? Pulni nima qildingizlar? Olib kelasizlarmi? Ama Ismat churriman. Ismat aka, siz pulingiz berdik-ku. Men olganim yo'q puli. Kimga berdingizlar? O bitta aka chiqdi, Ismat churriman dedi. $40,000 o'shanga berdik. Telpakda aytdi. Telpakda? Musi. 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 Assalomu alaykum. Ustiga bakang. Qaysi Hali ustini chaqirmang. Yarim soat bo'ldi biz bo'ya ko'chib kelganmiz. Men ustiga bak topmayman. Sotib ketdilar. O'zingiz bosing, o'zingiz bosing. U sizga sizni bilanti. Ana xati berishim aytdi. O'zingiz bosing ham aka. İsmet şunu verin. Vay be, vay be. O'tar umrim yuzim kulari ko'zimda yosh yig'lasam ham men sizlarga egmayman bosh Usti kapak. Endi ko't ko'ydirish men navbatim. ko'zimda yosh Oysi janonimning ko'ylagida Ana, nimalarim keldi? Nima keldi? Arkasidan choy tasha, nimalarim keldi? Nimalar keldi? Ay yo'q, qiz bilan o'g'ilani bir-biriga beradi-ku nimasini. Xudolar. Xudolar, ha, xudolarim keldi. Yaxshi keldingizmi xudo? Zo'rmisizlar? Rahmat, xudo yaxshi. Bu meni nimalarim. Ana bu meni kichkina nimam. Bunisi o'rtanchasi. Bu asrandi nimam. Bir afandi odam ekaningizda xudo. Hay, hazil-uzul yig'ishtiring. Maqsada o'ting, maqsada. Ha endi xudojon, to'y ham mana bir hafta qoldi. Shu to'yga ketayotgan narsalarni siz aytib o'tirsangiz biz yozib olishga kelamdik. Ha bo'lmasa yozing. 5 kilo nima? Nima? Nima aytu? Qaynoq suv ichiga tashlanadi-ku. Ko'k choy. Ha, ko'k choy, ana bu ko'k choy yozing, ha. Keyin oti ana buncha nimasidan. To'yda o'tir nimasini kim yeydi? Nimasi edi? Nimasi? Ey. O shu ustiga qo'yiladi-ku. Qazida. Qazi, ha, ana shu. Qazi ekan, qazi. Ana shuncha yozing. Keyingisini yozing. To'yda har bitta ayola bittadan nima? Uncha ayollar nimani qayerdan topamiz xudo? Nima aytu? Bor ket, tur yo'qan. Nima aytu? Bo'sha bog'lanadi? Ro'mol, ha, ro'mol yozing. Ha, ro'molmi? Siz o'zi to'g'ri gapiryapsiz. Lekin meni xayolim buzilmi? Har bitta nimangizda shu pul beradi odam. Yozing. Endi xudo asosiysiga o'tsak. Endi qizimni 20 yil onasi nima berib kattaragan? Nima berib? Sut berib. Ha, to'g'ri gapirdi. Ana shu sut berib kattaragan. Shuning uchun qalin puliga pul so'ramayman. Bitta menga qap-qara katta nima bo'lsa, men xursand bo'laydim-da sizdan.
Xotirjam, mandaligi qarasi bor, lekin siz o'ylagandek katta emas. Nima aytdi? Nima xayoling buzog'mi sani? Mana ruyli bordi-ku, nima aytdi ruyli? Jentra. Ha, qara jentra bo'lsa, men xursand. Jentra? Bo'lmasa siz rostdan ham katta qara nima? Oysi janon Skori chaqirdim, kelyapti. Ana, skori keldimi deyman, darvozani ochmacham. Mashinada kelmadingizlar? Bizda moshin yo'q. Nima bo'ldingiz? Nima chaqirdingizlar? Dadam davlenasi ko'tarilgan o'zi yomon bo'layaptilar. Biz amol doktor-ku. Jimay turgan odamlar davolasam ko'proq pul beraman. Abi, o'qishi ham 19-21-yilda bitiran ekansiz-da? Qayerdan bildingiz? Ha, endi qilayotgan qiliqlaringiz karantinda o'qiganingizni bildirib turibdi-da. Ha, nima? Men senga aytdim-ku, bo'yina to'qilmaydi bu. Olmini bo'yina to'qilmaydi dedim-ku. Endi mana to'g'ri to'qdikda, mana ana bu oyog'i to'qli ekanda bu o'zi. Ana, o'z joyi ekan bu. Aytdim bo'yina sig'may turibdi bu. O'ylamam shular qo'lida ekanda. Doktor so'ragan, ay bu yoq bir kasal davolaganmi sizlar shu paytgacha? Bizlar nima deb o'ylayaptilar? Bizlar borku, singan chiqqan, yurak kasal, keyin ana ichki ketma, ich qotma, EKG, MRT, UZI hammasini qilamiz bizlar. Tushundingizmi? Bu qilayot yoshlaringiz bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Yo'nalishlaringiz nima o'ysizlar? Yemayman. Nimami? Yemayman. Nima u? Aralash jang san'ati. Doktorlar nima kerak bu aralash jang san'at? Tushunding? Mana, hozir sizni doktor davola olmasa, aka-ukalaringiz kelib, keyin doktor uradimi? Ha. Ana shu payt o'zini himoya qilish uchun. Ha, ana shu. Yep. Aha shu doktor yaxshi davolasa, urmaydi-ku hech kim. O yaxshi davola olmaydi-da bu doktor. Jiyan dadangga temperaturasi tushib ketgan. Nima bergantinglar? Bir kosa sho'rva, 2 tovoq osh, bitta qovun, bitta tarvuz. Unda san dadangga davlenasi ko'tarilmagan, nabaru damlagan. 2 kun hech narsa bermishlar. Iloji bo'lsa, quruq samon beringlar, haymi? Nima? Samon? Nima? Nima? Odamga nima berilaydi? Qoq non. Ha, qoq non beringlar, qoq non, haymi? Ha. Mana oshqozonda nimadir bor-da, bilib bo'lmayapti. Nima qilamiz? Mana qarajon, vitaptikaga borasan-da, ana muncha rezin perchatka bor. Ana shuni olib kelasan. Tushundingmi? U nima qilasiz? Buni To'xta. Men zakonni. Davleniyam ham zakonni, o'zim ham zakonni. Taslimman. Gap bo'lish mumkin emas. Qala Madrid. Keyingi raqsimiz talpada qolgan urg'ochi kiyik raqsi, tushunarlimi? Oyoq mana bunday, qani, orqani chiqaramiz, ketdik birga. Hop. Hop. Bitta hayajonlanmasdan bosaveramiz. Ye, dada keling. bular kim? Bular meni yangi komandan. Bolalar, adamlar tanishamiz. Ha, bu nima qiliq bu? Tuyog'i yesha tayyorlanyapti bular. Shogirdlarni men uraman, bachangiz o'zingiz uring. Yo'q, bacham siz. Men bular o'ri yangilikda bular. Mana qaranglar, urib ana sherma keltirdingizlar ikkovlaringiz. Qarab o'tiringlar, endi buvim olib kelaman, hozir ko'rasizlar. Hamshaya. To'xtang. Ha? Nega urasan, Mirza Terak? O'tir Ismat. Ona bilan ham o'tirib gaplashamiz, Ismat. Kim bu? Mana qarang, bu hamsayamiz ana shu yomon tepadi men. O'zingiz gaplashing. Ismat, hamsangi men ham ursam maylimi? Ibi mo'ylovingga u bitti shukur, nega tepasan biron bolasi? Tug'ish qo'yurmiding? Men tonimadingizmi? Bacha paytim siznikidan sut olib ketaytimi? Sanga sut bergan sigirimda yelini chirasan. Nega urasan bolani? Ayt, Ismatjon, ayt. Beqilib o'ynaydi diskotekalarda. Shunga. Bitta ko'rsat o'zing. Ko'rsat. Ana, ko'ryapsizmi uni? Ko'ryapsizmi? Ana shunday o'ynaydi-da. Nimasi yomon? Nimasi yomon, Ismat? Zo'r o'ynaydi. Yaxshi-ku. Yaxshi-ku. O'zing qanday o'ynagansan? O'zing qanday o'ynagansan? Senga shunday o'ynash yo'qyaptimi? Ha, o'zim yo'q. O'yna bolam. O'ynayveraymi? O'yna. Sala nima o'tiribsan? Tur o'yna. Tur.
Faqat sekiroqda kuyov. Sekiroq. Dadajon, hozir siz bilan relaks massaj qilamiz. Tayyormisiz? Kuyov? Bu oyoq gapirmay turibdi-ku. Qalay qaynota, oyoqlaringiz ozgina bo'lsa ham bo'shashdimi? O bo'shashku mayli, ishlamay turibdi bu. Ibi. Keling yana bitta zo'ri bor o'shani qilamiz. Yo'q, kerak emas, qo'yla kerak emas. Qo'y kerak emas. Kuyov, bu ketdi-ku bu. Qalay qaynota? O ketdi bu. Yengilmi? Ha. Oxirgisi bor, последнийsi. Kulminatsionni Rahmat, yo'q. Yo'qni ko'rsatmasammi men? Uni ko'rsat. Yo'q, kerak emas. Iltimos, kerak emas. Qaynota zo'r bo'ladi ishoning. Zo'r bo'ladi. Iltimos. Qani? Ha, bo'yin qachminiga ketdi. Kuyov bo'lsa shunday bo'lsin. Qaynotani massajcha qilib o'tiribdi. O, qaynota mamsiyasi, kelin qani o'zi sizni kutib o'tirgandim. Belchilaringizni bir relaks massajlar qilib bering, keling. Kakrasda 40 yildan men massaj olmagandim. Belim ana sherisida tuzib bor. Bitta massaj qiling. Buni faqat teshig'i salli turib ekan-a. Amsiyani kuyovi. Ko'zi begri qilding-ku. Qarang, keling, oxirgisi. Yo'q. Oxirgisi. Ha, kerak emas. Amsiya. Nimaga aytmadingiz? Aytdim, eshitmadingiz-ku. Balandroq aytish kerakdi. Aşklar biz bir yaman ayağına